House Mobile kun davomida sizlarga eng yaxshi smartfonlar ilinadi va eng noyob smartfonlar kunda keladi. Bizda eski vitrinada telefonlar emas, bizda har kun yangiliklar. Bu hali hammasi emas. Bu bitta filialimiz, ikkinchi filialimiz juda ham katta assortimentlar, chegirmalar bo'ladi. Xudo xolasa ikkala filialdan ko'rsatishni harakatini qilamiz. Bugungi videoda assalomu alaykum. Bugungi chegirmalarda dunyoda sanoqli chiqqan S23 Ultra'ni aynan bu rangi, sochniga e'tibor bering. 512 va 256 ayta olaman, O'zbekistonda shu ikkitadan boshqa hech kimda yo'q boshqa bunaqa rangi. Bu limited edition, bu kam sonli chiqqan 512 talisi 549 dollarga, 529 dollarga 256 talisi. Bu A+, ya'niki bitta nuqtasi yo'q. Siz e'tibor bering, petnosi bor, nuqtasi bor arzonroq qilib beramiz, lekin bu o'ta yangi. Siz uchun bu eng yaxshi tanlov bo'la oladi. Bunaqasi ishoning hech qayerda yo'q. 100% bu javob gap. Xo'p, va men sizga A56 ni yangi smartfonni izlamoqchi bo'lganlar, ishlatilmagan yangisi, o'zi yangisi narxi bilasiz 365 turadi, men 325 dollarga, 40 dollar arzoniga yangi ishlatilmagan, prosta korobkasiz kelgan variantini taklif etaman. Shu jumladan Note 14S 8256 lik zaryadnilargacha bor. Yangi ishlatilmagan 235 dollar turadi. Ayni damda bu smartfonni 185 dollar berishga tayyormiz. iPhone 8 Plus'ni O'zbekistonda ishlamagan 64 100 imekalar ham ro'yxatdan o'tgan 154 dollarga yangidek holatda. iPhone 11 128 92 foizli yangida 260 dollarga, 64 99 230 dollarga XS Max, 178 dollarga XS ni yangida A+ varianti. iPhone 11 Pro 2 xil variantda kirib keldi. 64 92 256 94 285 ga 260 dollar. Super arzonda. Super chegirma 64-99 desert rangda 315 dollarga O'zbekistonda ishlamagan haqiqiy absolyutna yangi. 13295 dollarga ideal 128 dan baland. Planshet ishlatmoqchi bo'lganlarga 95 dollarga eng yaxshi planshet, eng yaxshi tanlov bo'lgan planshet. iPhone 13 Pro da 485 sotiladi. Zaryadnilargacha bor. 100% radno 12886 Amerikadan kelgan, narxi esa 395 dollar. Ekranda sal siqchasi bor. Shu xolos aybi. Bu ham ayb emas, bu laminatsiyadan keyin ko'rinmay ham qoladi. iPhone 12 128 82 100% radno 279 dollar evaziga. iPhone 16 Pro Max ni men kanallarni kuzatib borgan holatda tajribamdan kelib chiqib ayta olaman. 1030 1040 ga 16 Pro sotishyapti 256 100. Men 256 100 16 Pro Max ni 1049 dollar qilib beraman. 1149 sotishyapti bunaqasini. Haqiqiy arzon narxda. 256 90 dan baland, 320 128 90 dan baland, 96 320 dollarga 12 Pro. iPhone 12 mini 100% radno 222 dollarga 128 talik. iPhone 1 Pro Max 290 dollarga 64 82 100% radno holatdagi. iPhone XR 137 dollarga A32 5G narxiga, iPhone 7 Plus 32 100 115 dollarga, iPhone XR ni yangida 64 100% esa 190 dollarga. Samsung S20 ni 125 dollarga ideal turibdi, faqat ayda sal ziqcha siniq joyi bor ekranda, bilinmaydi, laminatsiya quvvati ko'rinmay qoladi, lekin narxi sezilarli arzon. A55 ni ko'pchilik bizdan 256 lik so'ragan edi. Mana 256 lik keldi bugun va nihoyat chegirma narxda 260 dollarga. Note 13 Pro eng yangi holatda A+8 ga 256 lik, narxi esa 174 dollarga. A90 hozir 180 ga ham yo'q, ishoning, chunki imekasi bitta pasportga bitta o'tadi. 475 ming so'mga o'tyapti. Buni narxi 180 ga kelyapti. Men bugun buni 155 qilib beraman. 155 ga bu endi tarixda bo'lmaydi. Bundan qimmatlarga hech qachon tushmaydi. Note 13 Pro Plus 5G kam 295 lik telefon, 8256 lik, keyin bu rangi juda ham kam, juda ham noyob bo'lib 275 dollarga ideal holatini taklif etaman. Oppo modelini stilli uslubda arzon narxda 97 dollarga, Poco X5 yangida 8256 lik haqiqiy tezlikni arzon narxga taklif etaman. Samsung esa unda salafanlar olinmagan. Mana salafanlarga e'tibor beringlar. Absolyutna yangi bo'lgan. Xohlagan rangingizda, xohlaganingizcha olish imkoniyatiga egasiz. 155 dollardan qilib berishga tayyormiz. Biz sizga haqiqiy afsonaviy smartfon, afsonalar eskirmaydi. Bu smartfonlar hozir ham legenda va Note seriya, bu premium klassdagi seriya, Note 20 Ultra, bu ishbilarmonlarning tanlovi. Bu seriya S Pen bilan ilhomlangan seriya. Bu seriya qirrali uslubdagi seriya. Ayni damda bu smartfonni chegirma narxda eng tinig'ini 325 dollardan A- 280 ga olishlaringiz mumkin. A34 5G ni 138 dollarga 32 5G narxida 33 dan ham arzon narxga 34 olasizlar.
S21 Plusni 257 dollardan A plus mana salafanlar ko'rinayotgan bo'lsa, qora rangda ayta olaman, siz butun O'zbekistonda bitta nuqtasi yo'qni 260 ga ham topa olmaysiz. Biz sizga taklif qilayotgan narx arzon. Biz sizga arzon narx ham taklif eta olamiz. Hattoki 200 dollarga S21 plusimiz bor. Ular A minus holatda, bu esa A plus holatda. Biz bu videoda ko'rsatayotgan telefonlarimiz atrofda topilishi imkonsiz bo'lgan, juda ham qiyin bo'lgan va ishonchsiz o'ta kam bo'lgan modellar ko'rsatamiz va biz sizlarga eng ishonchli smartfonlarni eng mutaxassis bolalar tomonidan tekshirib olinib, keyin vitrinaga qo'yilgan telefonlarni ko'rsatib beramiz. Bu smartfonlar tandirdan uzilgan nondek siqqina, hozirgina Koreyadan kirib keldi. Haqiqiy svejiy, yoqimli, zamonaviy ranglar ichidan o'z uslubingizga mos rangni tanlab, o'z uslubingizga urg'u bering. 225 dollarga A+, A minuslar esa 190 gacha bor. S20 A+ 215 dan kam yo'q. Bu A-, Koreyaning o'zida A- bo'lib kelgan, O'zbekistonda ishlamagan, ideal turibdi. Umuman petnos yo'q, sal chexon izi bo'lishi mumkin, lekin 189 dollar evasiga. Bizda nafaqat bunaqa telefonlar, balkim bizda mana qaranglar, topilishi imkonsiz bo'lgan Honor 70 davrida 500-600 dollar turgan 175 dollar evaziga Honor 78 ga 128 talik smartfonlar ichidagi eng jozibalisi, zamonasining eng zo'ri bo'lgan, hozirgacha dizayn jihatdan, kompaktnilik jihatdan bunga teng keladigan smartfon yo'q va bu CGC sertifikat, ya'ni tushib ketgan paytda atroflar bukiluvchan va qaytuvchan va ancha-muncha ko'rinmaydigan, orqasi o'rmon daraxtlaridan ilhomlangan holatda islomiy green rangda eko kojadan ishlangan. Narxi 129 dollarga 6 ga 128 talik eng idealni Honor X7C siz uchun ishonchli hamroh va shunaqangi siz uchun qadrli smartfon bo'la oladigan eng tiniq smartfonlar bilan House Mobile'da ikkinchi filialdagi bugungi olingan telefonlarni ko'rsatib tanishtirib o'tdim. Birinchi filialda bundan qiziqarli smartfonlar ko'rsatishga harakat qilaman. Ulgurmasam iltimos pastda havolada Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Kun davomida ikkala filialdagi smartfonlarda batafsil rasmlari, videolari, batafsil narxlari, xususiyatlari haqida ma'lumot berib o'tganman. Bu hammasi sizlar uchun. Biz sizlarning xizmatlarini qilganimizdan mamnunmiz. Biz uchun sizlarning roziliklaring eng muhimi, halollik foydadan ustundir. House Mobile har doim shuncha yildan beri mijozlarni rozi qilib keldi. Endi navbat sizga.